Assalomu alaykum ahli YouTube hamda Begum Sanjon kanalimiz obunachilari. Mana bu yilgi bahorgi mavsumimizda Xudo xolasa bir 80 tonna, 70 tonna atrofida begomizlarimiz o'tkazdik dehqonlarimizga, issiqxonalarga. Xudo xolasa bu begomimiz yildan yilga talab oshib, dehqonlarimizga ko'nikma bo'lib, Xudo xolasa rezultatlari yaxshi bo'lib, begomizlarimizga talab oshyapti. Xudoga shukr. O'zimizda O'zbekiston ichki bozoriga ham endi Xudo xolasa bu dehqonlarimizga sekin-astalik bilan buni rezultatlari bilinib, yaxshi natijalar ko'rinib, dehqonchiliklarimizga rivojlantirib, dehqonchilik agro sohalarimizni rivojlantirib, Xudo xolasa bu Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglarini boqish ommalashyapti. Ko'p insonlarda o'zimizni shogirdlardan ham Xudo xolasa 400 dan ortiq insonlarga biz sababchi bo'lib Kaliforniya chuvalchanglari berilgan. Chuvalchanglar boqishib Xudoga shukr, yaxshi natijalarga erishayotgan shogirdlarimiz ham ko'p. Bu yilgi mavsumda o'ta ko'p shogirdlarimizga qo'limizdan kelgancha yordamlar qildik. Xudo xolasa endi hozir poliz ekinlari, dalalariga, qovun torg'izlariga Xudo xolasa begomizlar so'rashni boshlanyapti. Xudo xolasa hozirgi bu parniklarga sotolmagan shogirdlarimiz keyingi mavsumlarga begomizlaringizni tayyorlab tursalar, Xudo xolasa o'tkazib yuboramiz. Yana qiziqqan savolalaring bo'lsa, yana shu Kaliforniya qizil chuvalchanglarini boqib, shu sohani boshlamoqchi bo'lib turgan aka-uka, opa-singillarimiz bo'ladigan bo'lsa, ekranda pastdagi nomerga telefon qilasiz, murojaat qilsalaring, Xudo xolasa Kaliforniya chuvalchanglarimizni o'zimiz olib borib, o'rnatib, yo'lga qo'yib beramiz. Hamda ishlashiga, ko'payishiga sifatli begomiz chiqarib berishga kafolati bilan beriladi. Xudo xolasa bu sohani qo'limizdan kelgancha xalqimizga chiroyli qilib, qo'limizdan kelgancha o'zimiz tajribadan kelib chiqib tushunchalar beramiz hamda qo'llanma yo'riqnoma kitobchamiz bor. Buni ham berib, o'zimiz bilganimizcha o'rgatamiz, Xudo xolasa. Xudo xolasa bu Kaliforniya chuvalchanglarini juda barakali qilib yaratgan ekan Alloh. Shuni yaxshi o'rganib, yaxshi yo'lga qo'yib, bu jamiki organik chirindi, chiqindi, mol go'nglarini qayta ishlab, organik o'g'itga aylantirish uchun juda samarali ishchilar ekan bu chuvalchanglarimiz. Xudo xolasa boshlamoqchi bo'lib turgan, o'ylanib turgan aka-ukalarimiz o'ylanmasdan boshlanglar, Xudo xolasa. Inshaalloh buni barakali ishligini o'zlaring ham bir ko'rasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar. Bizni kanalimizga obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar, shu obuna bo'lib qo'ysalaring, keyin do'stlaringga ham bir jo'natib, foydali bo'lgan bo'lsa videomiz like bosib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar.